Assalomu alaykum barchaga. Bugun PDF formatdagi faylni kitobcha shaklida chop qilishni o'rganamiz. Faylni ochib olgandan keyin printer shaklidagi belgini bosamiz yoki Ctrl+P tugmasini bosamiz. Qo'shimcha oyna paydo bo'ladi. Hop, qog'ozni formatini to'g'ri olishimiz kerak bo'ladi. Razmeriga kiramiz. Подогнать. Broshura. Broshuradan только лицевая сторонani bosamiz. Shunda faqat yuz qismini bosib beradi. Bizga kerakli bo'lgan qismini. Bu formatlarni o'zi to'g'irlab oladi. Qaysi betga, qaysi joyiga, qaysi qismiga, qaysi ma'lumot chop qilishni o'zi hal qiladi. Pechatda bosamiz. Pechat qilib bo'lgandan keyin hech qayerga o'zgartirmasdan qog'ozini shu holatda olib joylashtiramiz. Yuz qismi orqaga qaraydi. Shu holatda joylashtiramiz. Qog'ozimizni joylashtirib bo'lgandan keyin yana xuddi o'sha holatda sozlamalarni sozlashni boshlaymiz. Razmer, подогнать, broshura. Endi buni o'zgartiramiz. Только лицевая сторона edi. Birinchisi endi orqa taraf kerak bizga. Только тыльная сторона bosamiz. Orqa tarafini pechat qilib beradi. Uni o'zi biladi qayerda pechat qilish kerakligini. Chiroyli qilib to'g'ri qilib chiqarib beradi sizlarga. Chat tugmasini bosamiz. Mana oxiriga rezultatimiz. Mana bu varaqqa birin-ketinligi to'g'ri. Uni qo'lda tekshirib to'g'ri joylashtirib olish kerak. Nuqtasiga ikkinchi sepib qo'yib. Chiroyli, aniq, to'g'ri chiqqan.